Tikuv mashinkasi tanlashda qiynalayotgan tikuvchilarimiz uchun bugun showroomimizda bor barcha mashinkalar haqida qisqacha tushuntirib beramiz. Tikuvchilarimizga ishlatishga qulay bo'lgan model, ya'ni Jack F5 modelidan boshlaymiz. Bu mashinkamiz magnitli motor hisoblanadi, 70% kam tok ishlatadi. Bu mashinkamiz 5 shumli, labga ko'tarishi zakrepkasi, ip uzishlari barchasi ruchniy hisoblanadi. Maksimal tezligi 4 ming. Keyingi mashinkamiz Jack i2. Bu mashinkamiz xuddi F5 ga o'xshab, labga ko'tarishi zakrepkasi ruchniy bo'lgani bilan, lekin pedal orqaga bosganda mashinkamiz o'z avtomatik tarzda ip uzib beradi. Maksimal tezligi 4 ming hisoblanadi. Jack A4. Bu mashinkamiz sun'iy intellekt Gorilla motor bilan jihozlangan bo'lib, bu mashinkamiz polni avtomat hisoblanadi. Labkani ko'tarishi, zakrepkasi, ipini uzishi, chokini katta kichik qilishlarigacha elektronik bajariladi. Ya'ni tablo orqali o'zingiz katta kichik qilasiz. Bu oddiy qo'lda katta kichik qilishdan ko'ra bu aniqroq ishlaydi. Bu mashinkamiz maksimal tezligi 5 ming hisoblanadi. Keyingi modelimiz Jack A5E. Bu mashinkamiz ham xuddi A4 ga o'xshab polni avtomat, lekin bu mashinkamizni tikuvchilarga ishlashga qulaylik bo'lishligi maqsadida ichki diapazoni kengaytirilgan. Moy ochiq podonda emas, yopiq podonda bo'ladi. Bu mashinkamizning moyi, buni ham maksimal tezligi 5000, chokini katta kichik qilishlari hammasi elektronik bo'ladi. Bu mashinkamiz gapira oladi. Qaysi knopkani bosgan bo'lsangiz, o'z avtomatik tarzda aytib turadi sizga qaysi funksiyani yoqib o'chirayotganingizni. Keyingi modelimiz legendarniy yangi modelimiz Jack MH2 modeli bo'ladi. Bu nina sindirmas bo'lib yangi chiqqan modellarimizdan, tikuvchilarning ishlarini moylatib qo'ymaydi. Bu mashinkamiz sun'iy intellektni yangilangan varianti, ya'ni 2 yadrli sun'iy intellekt tipi qo'yilgan. Gorilla kuchiga ega 2 uzatmali motor ham qo'yilgan. Bu mashinkamiz yana ham kuchliroq bo'lib chiqqan. Bu mashinkamizni dizaynlari ham o'zgargan, ichki diapazonlari ham kengaytirilgan bo'lib, buni ham moy yopiq podonda joylashgan bo'ladi. Buni ham maksimal tezligi 5000, 15 xil tili bo'ladi. Keyingi modelimiz Jack A6F. Bu mashinkamiz besposadichniy hisoblanib, tishini yurishiga qo'shilib, neni ham qo'shib yuradi. Bu narsa materiali pasatga bo'lmasligiga yordam beradi. Ya'ni kostyum shirin pasatga bo'ladigan materiallarga chokimiz aniq, tiniq, chiroyli chiqishiga yordam beradi bu narsa ham. Bu mashinkamizni ham moy yopiq podonda joylashgan bo'ladi. Maksimal tezligi 5000. Bu mashinkamiz ham gapiradi. Bu mashinkamiz ham polni avtomat. Va oxirgi modelimiz Jack A7 Plus Wi-Fi modeli bo'ladi. Bu mashinkamiz ham polni avtomat hisoblanib, bu modelimiz qolgan modellarimizga qaraganda farqini aytadigan bo'lsak, bu modelimizda tishini elektronik sozlashimiz mumkin. Ya'ni materialni qalin, yupqali, pasatga qiladigan, pasatga qilmaydigan modellariga elektronik tablo orqali sozlashimiz mumkin. Yana qo'shimcha bu mashinkamizning qo'shimcha fishkasi, bu Wi-Fi orqali mexanikka bog'lasa bo'ladi. Ya'ni elektronlashtirilgan katta fabrikalarimizda tikuvchi o'tirgan joyida mexanikka bog'lanishi mumkin. Mana shu ko'rsatib o'tgan mashinkalarimiz haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizga o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Agar mashinka xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin.